Teşekkür arkadaşlar. Bu saatlik dersimizden başlap endi do while'ni so'zlaymiz. Bu do while'dan biraz qisqacha so'zlab o'tishni loyiq ko'rdim. While amaliyotda bir forga o'xshaydi, lekin while davri ifodasi for davri iborasidek murakkab emas. While faqat bir shart bilanla hukm jumlasi bilan asal davrish mashg'ulotiga kirishadi. Tafsil qiziqsangiz hamsa dersimizin davomida bo'lsin, diqqatingiz. Unda bo'lsa while'ni hozir tushuntirib o'tdim. Endi do while'ni tushuntiray. Do while bo'lsa o'zaro qarama-qarshi bo'lib, u avval davriy gavdasining iboralari ijro qilib, ondan while'ning keyingi shart ifodasini hisoblaydi. Agar shart ifodasi qiymati false bo'lsa, davrinishdan chekinib chiqadi. Undaq bo'lmasa, keyingi davrilish yangicha davomlashtirdi deydi. Unda bo'lsa biz avval for'ni ko'rib bo'ldik uni. Hamsa while ko'rib o'taylik oldida. Avval men menga demo 9 deb birini quray. Altın saatlik dersga. Şuncha qurilsin. Mush ko'zinishda. Class o'chdi. Demo deb burun qaydimizni shu qo'yaveraylik. Bununla main funksiyasini yetishimiz kerak. Main funksiyasi bo'ldik. Amsa undaq bir hisob ishlab boqaylik. Undaqda yine o'xshash, burunga o'xshash alqut degan sonni 20 qatim, 10 qatim sanab boqaylik. Sanib alqut gruppasi degan gapni shakllantirsak bo'ldi. Avval sanib ko'rib boqaylik. S alqut yani endi while bo'lsa qiymat tushib bo'lganda bu davrinishga kirishidi. Agar qiymat false bo'lib qolsa, bu davrilanmay, davrilikdan chekinib chiqadi bu. Unda bo'lsa biz shuni S cho'ng 20 kichik 20 dan IMT qildi. IMT sanlan birdan boshlab 13 santli keyin qatim ko'ramiz. Undaqda buni siz bununla endi buni forga o'xshash forda IMT I kichik 5 I kichik 10 dan IJJ deb mandaq qildik. Lekin endi buningda bir yo'l qisqaraydi. Masalan, chiqirib bir boshdan qildi. System out println IMT
ayning qiymati endi bununla ayni qo'shib ko'rlar. Ayni chiqarib bersin. Bundaqda bu yerga oldingi soatda biz o'rgatgan. Oldingi soatda bu amal belgilarini ko'rgan chog'da ko'rgan. Ay joy bo'lsa qiymatiga birini qo'shib chiqarib beradi. Ay joy bo'lsa qiymatiga birini qo'shib chiqarib beradi. Bundaq bo'lsa buni chiqarib boqli. Bu sistem alt qilib buni ayrim qurg'i chiqarib ko'rli. Bundaq bir belgi bo'lsa bu bir interruat bir qurtashlıvat degan belgi. Mandaq bo'lsa bir yanto belgi bir en bo'lsa bir qurtashlıvat interruatib çeyik degan gap. Er bo'lsa bir qurtashlıvat degan gap. Emsa biz bir interruatib chiqaraylik. Buni endi ijro qilib boqay. While'ga texi izohat bermabdiman. While mu ameliyatda if fortune khan Fortune khanning o'zi bu. Fortune khan o'xshaydi. Bu faqat bir shart bo'yicha o'xshaydi. Bu faqat birla shartlarla osonla davrinishga kirishdi. Davrinishga kirishdi. Buning izohatini bir bo'ldik. Endi buni o'zaro ko'rib boqsak. Ko'rganimizdek 5 batma orliq tashlab o'tibdi amaliyotda bu. Yerni bir baqli. Orliq tashlab o'tib qopti. Endi avamga yaqin chiqibdi. Ay bizda o'tgan programmadagi 0 degan amaliyot bir amaliyotga bir boshlab sanaydi. 0 dan boshlab sanaydi bu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buni qanday 10 santimiz deganda buni 11 qilib etsaklar 10 ga sanaydi bu. 0 dan boshlab 10 gacha. 10 gacha 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana 10 sanab turibdi. Undaqda biz while iborasini ko'rdik. Buni endi biz do while iborasini ko'rib boqaylik. Do while iborasi bo'lsa avval hisoblaydi.
Aval icra qildi. Aval icra qildi. Andin hesaplaydi. Unda bo'lsa buni bir ko'rib baqilay. Buni işlegen misalimizni do while ishlab baqilay. Undaqda IMT A tan 22 santıp göreyli. And then do bu yerga bu do yüz yalğız kelinmeydi va eğilis qoqshash yüz yalğız kelinmeydi. Bununla while ibarasini qo'shib buniki şartını belgenimizde anadikin kod yeyiş başlasak oldu. Şart olsa bunu 0'dan 22 sanı teş. 0'dan 22 sanı teş. 5 vurvasak oldu cümle tükendik. Onda olsa system at println. Bununla IMT ay'nın kıymeti mantıktan deb çıkarıp versin. Andin ay caca. Endi bununla bir intro etip çıkarsın oyun kıdak. Bunu bu yerdelik uçurup bekleyin. Undaqda mani bir to'xtatib turay. Bo'lmasa baq qilayim ham bo'libdi-da. Mushni ijro qildi. Bu bulmuş. İştahlı çıkarıp koyuptu. Bu aycaca bunu koştu. Bunun kıymetini aycaca bo'lgandan keyin taktik ish baqsaqchi. Hisoblaganlar qilmoq emasmi? Bu birden sanamaydı ekan, ha? Diqqat, bu birden sanamaydı ekan. Faqat bir qator sanablam ijro qilib berdi ekan. Bir qator birdan tutib sanamaydı ekan. Sanaganning eng oxirgi kelgan joydan chiqarib berdi ekan. Bunu bir qator tushuntirib o'tay. Do while bo'lsa, while o'zaro qarama-qarshi bo'lib, u avval davriy gavdasini iborani ijro qildi. Andin while'ning keyingi shart iboratini hisoblaydi. Agar shart ifodasining qiymati false bo'lsa, davrinishdan chekinib chiqadi. Undaq bo'lmasa, keyingi davriylik davomlashtirdi. Unda bo'lsa biz buniki easy shaklini ko'rdik. Undaqda buni endi hisoblash usulini iboralarni bir qurib tushuntirish jumlasi orqali berdim. Undaqda buniki maniki bir ish qilibdi, buni bugun masalan sana paytliq endi while buniki bu yeriga shart ifodasi keldi. Shart ifodasi. Andin bununla davriy gavda keldi.
Şunlar şu asanlar buldu. Ondaqda do while'nikini görəyli. Do while'nin bir şey giysili. Karım karşı bu. Devre gövdesi. Şərtlik ifadə. Şundaq qılıb do while'nin oxşamaydigan tərəflərini, işletiş usullarını bir qurtunuşup çıxdıq. Keyin saat dersimizde obyekt nime degan obyekt bilan bir tunuşup bitimiz. Undaqda diqqətinizə kelərək saat dersimiz olsun. Xeyir xoş.